tikuvchilik sexiga ham borganman, dazmolchi ham bo'lganman, sobiraxil ishlaganman. Bir kunda 200 talab 300 talab kiyim soatiga sanab olardi. Qiyinchilik bo'lmaganda hozirgi hech qachon shunaqa bo'ladi. Men Jennifer Lopes emasman, hamma meni taniydigan. Уже gavdasi vesi borda, yiqilib ketyapman. Уже 2 marta bir tarafidan yiqilgan ves bilan shundoq massaj qilganimni birinchi kunini o'zidayoq ertangi kuni kelyapti. Yugurib kelyaptilar oldimdan. Sanatoriyaga borganman, lecheniya olganman, lekin hech qachon bunaqa massaj olmaganman. Shunaqa shishib turar ekanlar, уже aychoq yo'q umuman. Birinchi kunning o'zidayoq massaj, hijama, zuluk, logo, osteopat anaqa ayollar massaji, skrab, skatka, baliski, вообще sanasangiz вообще barmog'imiz ham yetmaydi sanash. Mana shuncha narsa, ozgina pul bilan mana shuncha narsa o'rganyapman deb shu narsani tavsiya qilaman. Bilaman, juda ko'pchilik meni ko'rgan paytida shu inson massajdan dars beradi, borsammikan shunga, o'qisammikan shunga degan ikkilanish bo'ladi. Keling, bugun men sizga shunaqangi zo'r intervyu deysizmi, podkast deysizmi tayyorlab qo'ydim. Menda o'qishi bitirib ketgan 2 nafar insonni olib kelib, ulardan ichlaridan bo'ladigan gaplarni eshitasizlar. Bular hammasi tabiiy. Hech narsa o'rgatilmagan, hech narsa qilinmagan, savollarni ular bilishmaydi, savollarni o'zim yozib kelganman. Kimdir shu sohaga kirishga qiziqayotgan bo'lsa yoki kimnidir qo'rquv bo'layotgan bo'lsa, aynan bu insonlar sizga bir turtki bo'lib, motivatsiya bo'lishiga yordam beradi. Birinchi navbatda bular bilan ozgina tanishib olamiz va hayot yo'llarini eshitasizlar. Ta'sirli va kerakli bo'ladi. Men ishonaman, kimdir o'zini hayotini ko'radi va men qila ololmayman bu narsani degan bir yaxshi yo'nalishga kirib ketasizlar, xudo xolisa. Va bir chekkadan biz tanishuvni boshlaymiz. Avvalambor assalomu alaykum. Bu insonlar menga tanish, lekin sizlar endi ko'ryapsizlar. Lekin tanishganimdan xursandman va shu 1,5 oy birga bo'ldik. Xuddi yaqin bo'lib ketgandek bo'ldim. O'zi har doim o'quvchilarni shunaqa bo'ladi. Qalban o'zimizga yaqin bo'lib qolamiz. Avvalambor o'zinglarni tanishtirsanglar. Ismingiz, kimsizlar, qanaqa sohaga kirgansizlar? Men taniyman, lekin bizani ko'rayotgan qizchalarga bu juda ham qiziq. Opalardan boshlaymiz. Hurmat. Kattani hurmati bor. Assalomu alaykum bizni ko'rib turganlarga. Men Rahimova Gavhar, oddiy uy bekasiman. Tikuvchilik kasbim bor, lekin hozir u kasbni qilmay qo'yganman. Shu tabiiy narsalarga, shunaqa narsalarga, massajga qiziqardim-u, lekin zuluklarga qiziqqanim uchun shu massaj ichiga zuluk bor deyishdi. Shunga rosa qiziqib keldim. Kelsam rosa ham boshqacha narsa bor ekanda buni ichiga. Biz kutmagan, biz shu o'ylamagan massaj texnikalari organizmga qancha foydali, kerakli narsa ekanligi. Keyin o'qish davomida his qildimki, juda kerakli ekan. Chunki hayotda biz 5 ta bola katta qilganman, 5 ta bolam bor. 5 ta bolamni hozir yoshligini o'ylasam, hammasiga problema bo'lgan. Oyog'iga ploskiy oyoq, O obrazlar. Hozir shu kelganda oldinroq nimaga shu narsani bilmagan ekanimiz. Farzandimizga aytib qildira olmaganmiz, qisman bilganmiz, lekin chuqur bilmaganmiz. Qildira olmaganmiz, lekin bilganimizda qildirardik. Shuncha narsani bilmarkanmiz deb rosa, lekin kelganimga hech qachon afsuslamadim. Allohning yetkazganiga shukr qildim. U davrlarda bizning paytlarimizda massaj shunaqa rivojlanmagan bo'lgan. Nima uchun rivojlanmagan bo'lgan? Insonni salomatligi o'zi yaxshi bo'lgan. Inson dunyoga kelgan ekan, yashayotgan ekanmiz, yurgan ekanmiz, bizning yeyotgan, ichayotgan narsamiz juda ko'p narsaga sabab bo'ladi. Ya'ni bizning yeb ichayotgan narsamiz bizning energiyamizni, yashashimizga, qanaqa o'sishimizga sabab bo'ladigan narsa ekan. Biz ozgina payt yoshligimizga qaytadigan bo'lsak, yoshligimizda biz nima ichganmiz? Har kuni ertalabdan sut ichardik. Tayyor, svejiy sutni pishirib yerdik, ichardik. Nonni botirib narsalar qilib yerdik. Undan tashqari biz sut ichganimizdan keyin ko'chada yurardik. Ko'chada borib, ko'chada yurish bu nima? Vitamin D, quyosh nurini olardik. Quyoshda qorayib yurardik. Oq kalsiylarni, tabiiy kalsiy har doim biz iste'mol qilganmiz. 93-yilda, 90-yilda keyin ko'chaga chiqib tabiiy D3 ni iste'mol qilganmiz. Ana undan keyin biz doim harakatda bo'lganmiz. Harakat bo'lganda umurtqa pog'onamizni tik yurib, harakatda bo'lib, oyoqlarimizni yalang'och yurib, tuproqlarda, toshlarda yurardik va bu oyog'imizning tegini mexanikasini rivojlanishiga juda katta yordam bergan, ya'ni gumbaz rivojlanishiga. Endi qarangki, biz o'sha paytlar yoshligimizda glyukoza kam yegan ekanmiz. Glyukoza kam yeganimiz uchun bizda bolalarda nima bo'lgan? Sog'lom bo'lgan ekanmiz. Hozirgi paytda glyukoza ko'payib ketib, har xil kasalliklar ko'payayotgan ekan. Endi bizni sog'lom ota-onamiz katta qilgan ekan, uyqu tartibimiz ham, yeyishimiz ham sog'lom bo'lgan ekan. Lekin biz bolalarimizga shu narsani hozir qilib bera olmayotgan ekanmiz-da. Mana muammo qayerda ekan. O'shaning uchun kasalliklar yosharib ketyapti.
Og'ziga bolada bo'ladigan kasallik bu ba'zi birlar kattalarning kasalligi bo'lgan kasallik yoshlar albatta. Men bolalarimga masalan oddiy o'zimni bunday jamiyat miqyosida olsak birinchi oiladan boshlanadi. Shu o'zimni oilamdan birinchi kelgandan oilamni taqqoslashni boshladim. Bolalarimga sut berganman. O'zim shular uchun o'zim mol qiynasam ham mol qilib sut berib shunaqa qilganman. Lekin baribir ham o'sha suyak displaziya bo'lganda kelib sizga kelib o'qigandan keyin o'shalarni chuqurroq tushunib yetdim. U qanaqa oqibatlarga olib keladi, oddiygina kroveshiyani qanaqa salbiy ta'sirlari bor, уже nutqqa ham, aqliy rivojlanishga ham ko'p narsaga ta'siri borligidan nima qilib shuncha narsa ilm bor ekan, Allohga yetkazganiga shukur shu ilmni. Chunki biz ilm xohlab o'zimiz shunaqa qiziqib, shunaqa bir insonlarga foydamiz tegsa deb niyat qilib yurardim. Alloh shuni yetkazdi. Qanaqa niyat qilsa odam, Alloh albatta yetkazadi. Sizga bitta savol bermoqchiman. Mana aytdingiz, men tikuvchi bo'lganman dedingiz. Necha yil tikuvchilik sohasida bo'lgansiz? Tikuvchilik sohasida shu 5 ta farzandim bor. 4-farzandim biz Samarqandga turardik-da. Samarqandga qaynonam yonimga edilar. Bolalarimga qarardilar, shogirdlar chiqarib, rosa katta tikuvchi bo'lganman. O'zim tikish qilib o'sha o'zim mahalla miqyosida o'zimizga yetarli tikuvchi bo'lganman. Shogirdlarim hozir ham tikish qilib borsam duo qilib yaxshi ham o'rgatib ketgan ekansiz deyishadi. Lekin bu yerga kelgandan keyin vaziyat to'g'ri kelmagan, tikish qilmay qo'yganman. Toshkentga ko'chib kelganimizdan keyin. 2009-yil kelganmiz. O'shandan beri tikish qilganim yo'q. Uy bekasiman. Shu 5 ta bolamga shularni yaxshilab tarbiyalab olsam deb shularni orqasidan yuraman. Lekin singlim sababchi bo'lib, Xudoga shukr, mana nasib qildi menga ham sizga kelib ilm olishlik. Hech qachon afsuslamadim. Rosa mazza qildik. Har taraflama qolgan qo'shimcha logoped ustoz, hijama, zuluk ustoz rosa mazza qilib, bilmaganlarimizni bilib, boshqacha taassurotlarda shuncha narsa bor ekan, bilmagan ekanimiz. Men bularni ishdan olib chiqib ketishga harakat qilaman, o'qishdan, lekin yana emotsiya o'qishga harakat qilyapti. Chunki o'qish boshqacha berildi-da. Biz kutmagan, xayolimizga kelmagan darslar bo'ldi. Har kuni bugun qanaqa bo'lar ekan deb hali kechagini ertaga o'tgan darsimizni nimasini desak, har kun yangi mavzu, yangi tema. Har bitta hijamada ham shunaqa bo'ldi, zulukka ham shunaqa bo'ldi, sizning darslaringizga ham, logoga ham hammasiga rosa mazza qildik. Hozir nimagadir juda ko'pchilik insonlar mana massaj kursini kelayotgan yoki umuman nafaqat mana boshqa massaj kursiga borayotgan paytda ham massajni yuzaki qarashadi. Oddiy silash, siypalashda deyishadi. Sizlarga bitta savol bermoqchiman. Mana sizlar ham oldin massajchi bo'lmagansizlar. Endi massaj sohasiga birinchi ustozinglar, xudo xolisa ko'p ustozlar ko'ringlar. Kirib keldinglar, ko'ryapsizlar. Oldin sizlar massajni oddiy silash, siypalash deb o'ylagansizlar. Hozir nima deb o'ylaysizlar massajni? Massajni lechebniy odamlarni dardiga shifo beradigan bir buni ham qanaqadir muhtoj odamga kerak bo'lgan narsa deb tushundim men. Masalan, oddiy kasal muhtoj. Yana ham savolni tushuntirib beraman. Siz mana massajni o'rganish uchun 1,5 oy umringizni ketqizdingiz. Endi sizga kimdir SMS yozib yoki nimadir qilsa, menga massaj o'rgatib boring desa, bitta videoda o'rgatsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'lmaydi, albatta. Bo'lmaydi. Biz 1,5 oyga o'rganganimiz, hali yana qancha kamimiz bor, qancha o'qishimiz kerak, qancha ilm olishimiz kerak. Oddiy massaj deb o'sha befaqat ikonlarga endi anaqam, ozgina gapim. Bu narsa shunchalik chuqurki, shunchalik katta mavzuki, hattoki umringizni oxirigacha o'rgansangiz ham tugamaydi. Juda ham katta narsa bu. O'sha narsani men his qildim, His qildingiz. Lekin oldin oddiyroq his qaragansiz. Bunchalik chuqur deb o'ylamagan, ja oddiy qaramaganman. Lekin bunchalik chuqur ham deb o'ylamaganman. Kirganimdan keyin shu narsani his qildimki, oddiy massajdan o'shanaqa og'ir kasalliklar yaxshi bo'lib ketishligini sog'lom odamni noto'g'ri massaj qilish oqibatida kasal qilib qo'yishligini tushunib yetdim. Hurmatli kuzatuvchilar, bizdan juda ham ko'pchilik massaj so'raydi. Massaj qilishni o'rgatib bering, oddiy videosini ko'rsatib bera qoling deyishadi yoki massaj sohasiga insonlar so'rashadi. Men aytamanki, texnika texnikadan farq qiladi deyman. Albatta. Bu bitta video bilan ko'rsatish iloji bo'lganda qaniydi deyman. Ba'zan kimdir tekinga so'raydi, bekitmayman. Lekin men unga tekinga o'rgatganim bilan u tekinga uni ishlatmaydi hech kimga. Hammadan borib mehnatini, haqqini oladi, tekinga massaj qilmaydi. Xuddi o'shanga o'xshab men ham shunchaga o'rgata olmayman, chunki u texnikaga javobgarlik bo'laman-da. Qaysidir narsani ketma-ketligini buzib qo'ysa, uni natijasi bo'lmaydi yoki oqibati yomon bo'lib ketib qolishi mumkin bo'ladi. Demak, sizlar savolimni yana bir marta aytaman. Oldin sizlar oddiy ko'rib o'rgansa bo'ladi deb o'ylagansizlar massajni. Endi o'ylaganmisizlar shunaqa? Oson-ku degansizlar. Massajni masalan men hech o'zimiz qilardik. Masalan, xo'jayinni tochkalarni, kitoblardan, YouTube'lardan ko'rib bilganimizni qilardik. Lekin shuncha katta muhimiyat
muhim ahamiyatga egaligini tushunib yetmagan edim. Shu darsga kelib tushunib yetdim. Shunchalik o'qiganimiz bilan hozir ayni ko'p videolarni ochib to'liq o'rganganimiz yo'q. Kun o'tildi-yu, o'sha o'tilgan darslarni hali biz o'zlashtirib olganimiz yo'q, chunki juda oz vaqt ekan, 1,5 oy. Juda oz vaqt ekan. Shuni tushunib yetdim. Endi sekin-sekin o'rganib olamiz. Xudo xohlasa. Nasib bo'lsa Videoda inshaalloh. o'shaning uchun ko'ringlar, chiqib ketmanglar deyman. Men esingizda bo'lsa, sizlarga aytgandim, agar sizlar bu Instagramni ko'rib borsanglar, ya'ni bu darslikni ko'rib borsanglar, Instagram yurg'izishga bir 2-3 yillik tema bor bu yerda deganman. Va hamma savolingizga javob topa olish faqat e'tibor bilan eshitishga deganman. E'tibor bilan ko'rsak, yangi yana qaytadan olamiz. Ham bu yerga xato qilgan ekanimiz, bu yerga xato qilganmiz. Amaliyotga boryapmiz. Yana ularnikiga qaraymiz, siznikiga qaraymiz. Ustozniki boshqacha deymiz, yana nima qilamiz? Ularniki ham bir xil ketyapti. Ular qo'shimchalari bor. Endi biz yangiligimiz uchun sizniki baribir o'rganganimiz nima bo'lib qolyapti-da. Texnikalaringiz ma'qul bo'lib, nima qilib, shunga harakat qilib, ustozlikdan chiqib ketmaylik, boshqa joyga ketib qolamiz deb harakat qilyapsiz texnikangiz qilishga. Tikuvchilikdan massajga o'tish oson bo'ldimi? Shuncha yillik kasbingizni tashlab turib. 1,5 oy o'qidingiz mana. To'g'risini aytay mana. Chunki oramizda tikuvchilar bor. Men charchamayman tikishdan. Charchadim, boshqa narsa qilgim kelyapti deyishligi mumkin-da. 1,5 mana shu tikuvchilikdan massajga o'tdingiz, nima qanaqa o'rganib keta olasizmi, olib keta olasizmi? Inshaalloh olib ketaman. Qo'rquv ham bo'ldi. Birinchi ko'rdim, qiyin tuyuldi. Birinchi, ikkinchi darslarga qiyin tuyuldi. Sekin-sekin ichkariga kirgandan tushunishni boshladim. Yana qo'rquv bo'ldi. Men qila olamanmi buni? Bu qanaqadir bolalarga qilsa, xato qilib qo'ysa nimasi ham bo'lar ekan deb o'yladim, lekin yana shuncha odam muhtoj ekan, kerak ekanmiz, qilish kerak ekan massaj. Baribir insonlarga foydamiz tegishi kerak ekan dedim-u, tikuvchilikda ancha vaqt tikish qilmaganim uchun uncha menga bilinmadi. Chunki tikish qilmay qo'yganman-da. O'zimga har zamon tikaman-ku, unaqa qilmay qo'yganman. Lekin inshaalloh olib ketaman deb niyatlarimni katta-katta qildim. Kelganda unaqa niyatim yo'q edi. Xo'p, siz qanaqa qilib bu sohaga mana opanggizni esimda bor, menga birinchi marta tanishib bo'lganda, men opamni olib keldim degandingiz. Siz bu sohaga qanaqa qiziqib qoldingiz? Nimaga hozir massajchi bo'lgansiz? Bundan oldin nima kasb qilgansiz? Nima ish qilgansiz? Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bundan oldin birinchi hamshira o'zim. O'zim hamshiraman. Men ham hamshira. 10 yil tez yordamda ishlaganman, stajim bor 10 yillik. Hamshiralik bilan birga savdo qilardim. Samarqandda yashardik, savdo qilardim. Hamma biznes qilgan ekansiz. Savdo qilardim, hammasini qilib ko'rganman. Rostdan ham tort ham sotib ko'rganman, napitka ham sotganman. Yandex ham qilganman ustoz. Yo'q, shu joyga men o'zim esimga tushyapti. Mana massaj sohasiga o'qiganman. O'qigandan keyin klient yo'q-da. Klient yo'q, nima qilish kerak? Ishlash kerak. Biz o'sha payt oilaviy sharoitimiz unaqa zo'r bo'lmagan. Nima qilganmiz? Tikuvchilik sexiga ham borganman, dazmolchi ham bo'lganman, Sobiraxonda ishlaganman. Bir kunda 200 talab, 300 talab kiyim soatiga sanab olardi. Upakovkada ham ishlaganman. Keyin tikishni bilmasdan turib tikishga ham o'rganib, arzimagan pul bo'lsa ham shu kasb bo'la qolsin deb o'rganganman. Agar men massajchi bo'lganimda tikuvchilikni tanlagan bo'lardim. Tikuvchilikni ham mana qilib o'tirardim, qo'limdan kelmasa-da. Borib firmalarda ishlaganman, Gras firmasida tovar olasizlarmi deb mana qilardim. Ko'p ishlab bo'lgan, yankali ham qilganman, hamma tirishini qilganman. Uyat emas, chunki klient yetarli bo'lmagan va baribir sekin-sekin qilaverib setovoy reklama bo'lib, keyin klientlarim ko'paygan. Uyat narsa emas. Halol mehnat ustoz, halol mehnat. Halol mehnat hech qachon uyat bo'lmaydi. Yandex qilganman deb ana xijolat bo'lib gapirmang. Qilyapman biroz qiziqarli. Mana ham kulgili voqealar ko'p bo'lgan. Menda ham juda ko'p bo'lgan. Hattoki Yandex o'qib ko'rganman. Nima desam, kimdir eshitsa kulgili deb rost, o'zim uchun men lekin uyalmayman. Xudoga shukr, hamma kasb halol bo'lgan. Tebralib o'sdingiz-da. Конечно. Alloh xayr. Shu darajaga yetishimga o'sha qiyinchiliklar sabab bo'lgan deb o'ylayman ustoz. O'sha boshimga tushgan o'ziga yarasha endi hammaning hayotiga bo'ladi. Shu qiyinchilik bo'lmaganda hozirgidan hech qachon shunaqa bo'ladi. Qiyinchilik bo'lmasa o'sha narsaga erishmas ham odam. O'sha qiyinchilik orqasidan hattoki bu narsani qasbi 15 kunni 15 yorug', 15 qorong'u bo'ladi. O'sha qorong'u kunning orqasidan yorug' kunim keldi. Xudoga shukr. Allohga hamd aytaman bu narsa uchun. Inshaalloh. Alloh xayrli qilsin. Qanaqa qilib bu sohaga tanlab qoldingiz? Qiziqish bo'ldimi? Yo, meni kuzatdingizmi? O'zi uzr gapingiz bo'ldim birinchi. Shunchalik gapim ko'pki, to'g'risi qaysi o'rdan boshlashni bilmayapman. Emotsiyalar yo'q, chiqqanlaridan keyin emotsiyalar gapirgilar kelyapti. O'sha keyin Samarqandga ham
savdo qilganman, ham ko'p ishlar qilib ko'rganman. Keyin Toshkentga ko'chib kelganimizga 5 yil bo'ldi. Sergelida turganman. Sergelida turgan vaqtimda massajchi izladim, ustoz. Kelgan vaqtimizda sразу Abu Saxiga savdoga chiqib ketganman, Optimga, Detskiyda. Detskiydan yaqinda chiqdik. Savdo qilib, Skoridan ariza yozib, ishdan bo'shab, o'zim o'z xohishim bilan Toshkentga ko'chib kelganmiz. Savdoga chiqib ketdikda, keyin meditsinaga ishga kira olmadim. Savdo har kuni bo'lganligi uchun vaqtim yetmasdi. Xohladim, lekin kira olmadim. O'zim soham juda ham yaxshi ko'rardim. Bir hafta yig'laganman ishdan chiqqanimga. Rosa yig'laganman. Keyin Allohdan duo qilganman, ey Alloh, menga bundan yaxshisini ber deganman. Ishimni yaxshi ko'rganligim uchun bundan yaxshisini ber. Inshaalloh menga bundan yaxshisi nasib qil deb Allohdan duo qilib so'raganman-da. Massajchi izladim, ustoz. Keyin bitta massajchi anaqa bo'ldi, ovsinim gaplashib anaqa qilib berdi-da, ovsinim nevarasini qilgan ekanlar. Endi bugun erta boraman degan vaqtim ko'chib Qibraga keladigan bo'lib qoldik. Ko'chib Qibraga kelib qoldik. U massajchi qolib ketdi. Bu yerga kelgandan keyin ham bitta ustoz anaqa qildim. Gaplashib anaqa qildimda, massajga bormoqchi bo'lib gaplashdim-da, keyin u ham nima bo'ldi, ishqib bir nimalar bo'ldi-da, unga ham bormaydigan bo'lib qoldim. To sizga kelguncha ikkita uchta ustoz bormoqchi bo'lganman, lekin Alloh shu narsaga yo'l bermagan. Bu narsa uchun ham hech qachon xafa bo'lmaganman. Hamd aytaman Allohga, chunki Alloh menga sizday ustozni nasib qildi. Bu menga Allohning katta ne'mati. Allohim men balkim Allohdan xayrlisini, yaxshisini so'raganim uchun shu narsalarni menga ro'para, balkim o'sha ustozga borganimda men o'sha bilan chegaralanib qolgan bo'lardim. Balkim sizni ko'rmagan bo'lardim. O'sha uchun har doim Alloh bergani bu bizga bitta hikmat bo'ladi. Bu men uchun katta ham ne'mat, ham Allohning hikmati. Sizga uchrashtirgandan, sizdan ilm olganimdan Allohga har doim hamd aytaman. O'z birinchi kelgan kunim sizga o'sha sizga kelishdan oldin Osunimnikiga bansadan chiqqan ekan, ko'rishga bordimda. Keyin gaplashib qoldikda, keyin shunaqa massajga o'qimoqchiman, massajga bormoqchiman deb gaplashib tursam, birorta siz ko'p anaqani doktorlar bilan ham anaqangiz bor, aloqangiz bor, bilmaysizmi? Nargizaga boring dedilar. Keyin aytdimki, buni tanishib deb aytib o'tganmiz. Keyin aytdimki, Nargiza kim u, men tanimayman. Chunki men to'g'risi ustoz Instagramga, telefonga men Jennifer Lopes emasman, hamma meni taniydigan. Instagramdan foydalanmayman men. Faqat telefonim Telegram. Gaplashaman, ishimni qilaman, vaqtim yo'q u narsa uchun. Keyin shunaqa deganlardan keyin bo'pti dedim, boraman. Qanaqa desam, shunaqa zo'r suyaklar bilan ishlaydi, u oddiy o'tmaydi, anaqa qilmaydi, ko'rsangiz bilasiz dedilar. O'shanga bitta siz boring o'shanga dedilar. Bo'pti dedimda, shundoq uyga kelgandan keyin menga tashlab bering Telegramda anaqalarini dedim, tashlab berdilar. Sразу ochib ko'rdim, 2 hafta kuzatdim sizda. Ko'p anaqa qilganim yo'q, bor yo'q 2 hafta kuzatdimda, sразу o'zim 5 kundan keyin telefon qildim. Anaqangizga telefon qildimda, ochirat bor, 1-dekabrdan boshlanadi, yozdirasizmi dedilar. Bo'ldi deb yozdirib qo'ydimda, keyin kuzatib boshladim. Men aytdimki, sizni umuman tanimaganman, kuzatmaganman, yillab kuzatib yurmaganman. Alloh dedim, balkim xayrlisi shudir menga, borib ko'raychi deb qandaydir qalbim kelishni xohladi-da, borishni xohladi. Sizni tanimagan bo'lsam ham, kuzatmagan bo'lsam ham, odam baribir ichki tuyg'usi anaqa qiladi, baribir. Keyin xo'jayinimga aytsam, dadasi shunaqa desam, bo'ldi boring dedilar. Bo'ldi boring, mana shunaqa ekan dedim. Ha, bo'ldi boring dedilar. Shu Bularda bitta narsa bor. keldim. Burada bitta narsa bor. Bular keldilar. Men kelgan o'quvchilarga birga aytamanki, yoninglarga bitta o'quvchi olinglar deyman. Va men o'tgan mavzuni borib o'shanga o'tib beringlar deb aytaman. Seninglar, yaqininglar kimdir desam, bular borib xo'jayinlari o'zi vrach, borib xo'jayinlariga o'rgatdilar. Kimdirga o'tishlari kerak, xo'jayinlari qiziqib ketib qoldi. Xo'jayinim qiziqib, hozir hammasini o'rgatyapman. O'sha zulk hijama qilishni boshladilar. Osteopatiya, hozir osteopatiyani o'rgatyapman. Yaxshi. Uni ham xudo xolasa endi men o'rgataman, yana anaqa nima deydilar, yana boshqa ustozga ham bormoqchilar. Men shu joydan sizga rayhon ko'rsatib bergan. Men ham xo'jayinimga tanlang, yaxshisi, zo'r, qo'llari zo'r deb, yo deydilar. O'zim ishim yaxshi o'rganish kerak, qilish kerak. Qilish kerak, shifo berish boshqa narsa. Bu duo olasiz. Insonlar sizni duo qilib ketadi, shunaqa energiya olasiz o'sha duosidan deyman. Shunda xo'jayinim aytdilar-da, men har kun kasal ko'rsam vaqtim yo'q dedilar. Men aytdim, haftaning bir kuniga osteopat kuni qiling dedim. Bir kuniga, har kun kerak emas dedim. O'sha kunga klientlaringizda dedim, aytmaysiz boshqa klientlaringizda, imенно o'sha kuni osteopat kuni qilasiz, o'sha kuni osteopat qabul qilasiz dedim. Ilohim oxirigacha xayrli, davomli bo'lsin. Bitta savol bermoqchi edim. O'qish yuzasidan har odamlarga qiziq bo'ladi, o'qishga qaramoqchi emasman. O'qishga kelgan paytingizda mana bekitmasdan aytinglar. Achingan paytinglar, ketib qo'yinglar kelgan paytlar bo'lganmi, bo'lmaganmi? Baribir qattiq qo'l ustoz bo'lganman, bekitmayman, jahl qilganman. Kimdirlar darsini yig'lagan qattiq qo'lligimda. Dars o'tayotgan payt mashinadan o'tib bo'lgandan keyin qilib qo'yaman, kuldirib qo'yaman.
Qanaqa bo'lgan to'g'risi ichingizdan ayting. To'g'risini aytsam, o'qishga kelgan vaqtim hech qachon achinish bo'lmagan menga. Sizdan qo'rqmaganman ham. Hurmat qilganman sizni. Qattiq hurmat qilganman. Hozir ham hurmat qilaman. Inshaalloh to umrimning oxirigacha ustozimsiz hurmat qilaman, lekin qo'rqmayman sizdan. Qo'rqmandan qo'rqish kerak emas. Faqat hurmat qilish kerak. Hurmat qilaman. Qo'rquv bilan hurmat hech kim ajrata olmaydi. Qo'rqish, ustozdan qo'rqish emas, hurmat qilish kerak. Albatta. O'shaning uchun hurmat qilaman. Qo'rquv bo'lmagan. To'g'ri, urishgansiz, vaqt yegan, noo'rin gaplar bo'lgan, noo'rin savollar bo'lgan dars jarayonida. U narsani men qo'llab-quvvatlayman, chunki shunaqa qilmasangiz ham bo'lmaydi. Qattiqqo'llik qilmasangiz ham nima deydi, befarq qaraydiganlar bor, boshqa bor. Hamma narsa o'zini joyida bo'lishi kerak. Qo'rqish ham, qattiqqo'l ham, mehr ham, endi bu o'zimning fikrim. Hamma narsa o'zini joyida bo'lishi kerak deb o'ylayman. Hech qachon afsuslanmaganman, afsuslanmayman ham. O'shancha olgan bilimimizdan Allohga shukr, inshaalloh даже men shunaqa qaror qilganmanki, men mana shu inshaalloh ishlab yo'lga qo'yib bo'lgandan keyin 1 yil, 1,5 yil, 2 yildan keyin yana paftor o'qimoqchiman sizga inshaalloh. Keling inshaalloh. Yana bilimimni mustahkamlab, umrim, jonim, tanim sog' bo'lsa albatta dars beramiz Xudo xohlasa. inshaalloh davom Men ham ettirmoqchiman. bekitmayman. O'quvchilar bilan dars berib, ishlab men ham kam bo'lmadim. Alhamdulillah, ozmi ko'pmi o'zimni maqsadlarimga erishdim. Menga bekitmasa aytish kerak, kam bo'lmadim. Sifat darajasiga doim qarayman. O'shaning uchun qattiq qo'l Shuning uchun ham sizni ustoz yaxshi ko'rdik. To'g'risini aytsam, ustoz boshqa sohalarga ko'p ko'rganman. Именно massaj sohasiga, massajga ham borganman. Bu anaqa qaynonam sanatoriya bor, Chimyonga. Ustozga yetib qo'yganlar, bu yosh bolaliman. Nargiz, u kishini ham ismi Nargiza edilar. Ustozga mana shu kishidan o'rgan, meni massaj qilasan deb aytganlar. 3 kun borganman. Bolamni ushlab turardilar, kirardim. Ko'proq erkak ayol qilardi. Erkak kishiga kirmaganman, ayol kishiga kirganman. 3 kunmi, 4 kun borganman, keyin bormay ketganman-da. O'shanda hozir u kundan qaynonam aytyaptilarki, mana men o'rgatgan vaqtim mana qilmovding. Mana baribir massajga borar ekansan-ku dedilar. Sizda bo'lganmi achingan joylaringiz, qo'rqqan joylaringiz? Men o'zim qattiqqo'l odamni yaxshi ko'raman. O'zim ham chunki farzandlarimga nisbatan qattiqqo'lman. Sizlar ham menga, shogirdlarim ham menga farzanddek gapiring. O'sha uchun o'zim yaxshi ko'raman. Farzandlarimga ham kimdir ta'lim bersa qattiqqo'l bo'lishini yaxshi ko'raman. Shuning uchun menga oddiy hol bo'lgan, to'g'ri qabul qilganman. Hech qachon afsuslanish bo'lmagan, rosa maza qilganman. Xayrli bo'lsin, davomli bo'lsin. Achinmaganinglardan, yoqqanidan juda ham xursandman. Hozirgi kunda natijalar qanaqa bo'lyapti mana? O'qiyapsizlar, qilib ko'ryapsizlarmi? Natijalar qanaqa bo'lyapti? Albatta qilyapmiz. Biz o'qishni boshlagandan qilib boshlaganmiz. Xudo xohlasa. O'qishni boshlagandan birinchi oilamizga qilib boshlaganmiz. Xo'jayinimga, bolalarimga, keyin qo'shnilarimga qildim, massaj qildim, hijama qildim. Yaqinda Samarqandga borib kelganimga amakimning qizlari bor. O'zim bilan birga katta bo'lganlar, poliomiyet kasalliklari bor. Keyin oldimga mehmon bo'lib kelgandan keyin kelib qoldilar. Chaqirdim o'zim to'g'rirog'i. Keling, massaj qilib qo'yaman. Massajga muhtoj chunki. Keling, massaj qilib qo'yaman. Massajga pul olmayman. Pulingiz kerak emas menga. Juda qiynalib, o'sha gavdasi vesi bor-da. Yiqilib ketyapman. O'sha 2 marta bir tarafimdan yiqilgan ves bilan qo'limni ko'tara olmayapman. Qo'lim yaxshi ishlamayapti dedilar. O'sha kishini 2 kun turdim, 2 kun qildim. Yangi yil vaqtiga borib 2 kun massaj qildim. Oqshom umuman uyqu yo'q, ich qotadi. 2 kunda, 3 kunda bitta chiqaman. Peshobga to'g'ri normal chiqolmayapman deb shunaqa deb ana qildim, massaj qildim. Shundoq massaj qilganimdan birinchi kunini o'zidayoq ertangi kuni kelyapti. Yugurib kelyaptilar oldimga. Hamma endi 8 kilometr uzoqda turadilar. Kelyaptilarki, shunaqa mazza qildim, shunaqa mazza qilib uxladim. Sraz tashqariga chiqdim. Ichim ham 2 mahal chiqdim tashqariga, ichim ham qotishib ketdi. Yengil mazza qildim. Shuning uchun bugun yana urishsang ham keldim oldimga dedilar. Nega urishaman dedim. Keyin ozroq gaplashdik. Keyin yuring Toshkentga olib ketay sizni dedim. O'sha yerga lecheniya qilaman dedim. Sanatoriyaga bormoqchi ekanlar. Sanatoriyaga bormang dedim. Ukol dorilar ham, kaplilari bor ekan. Men shundoq sizga kapli ukol dori hammasini qilib qo'yaman dedim. Hijama, anaqalarning pulini nima qilsangiz ham dedim. Qolganlarini besplatni qilib qo'yaman. Menga duo qilasiz dedim. Keyin borolmayman, ishim bor dedilar. Xo'jayinlari bilan gaplashdim. Hammani gaplashib, ko'ndirib, hammasini o'zim olib keldim. Voh! Menga otsik berganlar, Xudo xolasa qo'yaman, bor telefonimga. Bo'ldi, menga berayman, odzipni hozir shu joyga qo'yib yuboramiz. Olib keldim. 10 kun lecheniya qildim. Boraman kechqurun, ishonasizmi ustoz, ertalab почти 2:30, 3 gacha qildim. Kech o'qishdan boraman.
10 kun mana shunaqa yotdim. Mana shu 4 ga yotganim ham eng bor. zo'ri bo'ladi o'sishingizga. 4 ga yotganim ham bor. Rosa charchadim o'zim, lekin Alloh uchun olib kelganman, lekin bu narsani qilishim kerak deb charchasam ham deb qildim. Даже xo'jayinimga yoqmadi, qizg'andilar. Siz menga qaramay qo'ydingiz, anaqa qilib qo'ydingiz deb. Men yo'q dadasi, Alloh uchun olib kelganman bu kishini, o'sha narsani oxirigacha yetkazishim kerak. Ozgina sabr qiling. Inshaalloh yaxshi bo'ladi deb qildim. Necha massaj qildim, osteopat qilib qo'ydim, hijama qildim, hammasini qildim. So'xoy massaj bilan qilib ketishga shunaqa har kuni duo qildilar. Baraka top, bolalaringni huzuni ko'r, katta yutuqlarga erish, natijalarga erish. Hatto aytdilarki, ustozimga ham rahmat ayt, shuncha zo'r narsani o'rgatibdi. Shunchalik sanatoriyaga borganman, lecheniya olganman, lekin hech qachon bunaqa massaj olmaganman. Hech qayerda o'qimaganlar, Achchiq bor edi. texnikamiz natijalari. Achchiq bor edi. Birinchi kun achchiq ketdi. Birinchi kun ertalab shunaqa shishib turar ekanlar, o'zi achchiq yo'q umuman. Birinchi kunning o'zida yo'q. Xudoga shukr, ochiq berganlar. Qo'yamiz Qo'yamiz inshaalloh. Qo'llari shifoli bo'lsin. Inshaalloh, Mana o'qish inshaalloh. kursimni endi bitirgan o'quvchilardan shunaqa zo'r odzivlar faxrlanaman, maza qilaman, energiya olaman. Yana o'quvchi chiqargim keladi, eshitgim keladi. Rahmat kattakon Sizga tashrifingizga. ham rahmat. Rozi bo'linglar. O'qishingizga to'lagan pulingizga Rozimiz. hammasiga rozi bo'linglar. Xudo xolisi bu imенно menda podkastim, menda o'qib endi ketayotgan qizlardan olinadigan intervyu. Hali xudo xolisi menda o'qib bitirib ketgan o'quvchidan olinadigan podkastlar bordi. Ularni ham qo'yaman va keyingi safar sizlarni ham chaqiraman o'sha podkastga. Inshaalloh. Xayrli bo'lsin. O'sha payt menga yengilliklar bilan kelasizlar. Voy, men bitirdim, zo'r bo'ldim, jo ochdim, bunaqa qildim, unaqa qildim deb Inshaalloh. ko'p yengilliklar bilan kelishingni nasib qilsin iloyim. Inshaalloh. Rahmat kattakon. Sizga ham rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Keyin Rahmat. anaqa Bergan ilmlaringizga rozi bo'ling. Rahmat. massajga bormoqchiman, boraman deb yurganlarga ozroq anaqa nima deydi, maslahatim bor desam ham bo'ladi. Massajchilarga. Massajchimi yoki noldan boshlamoqchimi, farqi yo'q. Ha, masala o'zi bizda shu savol bor edi, mana aytishim kerak edi. Massajga kelayotgan insonlar, mana massajga kelyapsiz, kelmoqchi bo'layotgan, bizani ko'radi massajchi. Bizani massajchilarga qiziq bu intervyu. Massajga kelmoqchi bo'lgan, shu sohaga kirmoqchi bo'lgan insonlarga yoki shu sohada yurib borsammikin, bormasammikin deyotgan insonlarga nima maslahat berasiz? Men o'shalarga gapim bor edi ozginagina. Chunki bu narsa men o'zimni kimdir o'ylashi mumkin, maqtayapti, bo'rttirib aytyapti deb, lekin aslida unaqa emas. Bu ichimdan chiqqan o'zimni ichki tuyg'ularim, ichimdan chiqqan nima desam, hissiyotlarim. To'g'risida kimdir mo'sh tayyorlangan, kimdir nimada, yo'q unaqa emas. Bu narsa men massajga qadamimni qo'yganimdan, siz oldingizga kelganimda ichimda tuyg'u bo'lgan bu narsa, o'sha narsani chiqarmoqchiman. Kimdir maslahatim, kimdir massajga kelmoqchi, massaj balki massajchidir, balkim kelmoqchidir. Endi u o'zi biladi. Lekin massajchi bo'lganlarga ham, noldan boshlamoqchi bo'lganlarga ham tavsiyam, mana shu ustozni tanlanglar, adashmaysizlar. Nargiza ustozni, to'g'risi. Mazza qilib ketasizlar. Hamma taraflama. Bitta massajdan emas, o'zlaridan ham energiya olasizlar. To'g'risi. Aytishadi, energichni o'zlaridan ham energiya olasizlar. Massajlar o'zi bu alohida narsa. Uni aytsam, shu nima deydi, tugamaydi hech qachon. Gaplarimiz tugamaydi. Shunchalik emotsiyalar. Tugamaydi. Uni ichiga yana voy biz to'g'risi men o'zim kelgan vaqtda buncha narsa bor deb o'ylamaganman, ustoz. Mana shuncha narsa, men faqat massaj o'rganaman deb kelganman. Chunki bunaqa narsa borligini bilmaganman. Massaj, hijama, zuluk, logo, osteopat, anaqa ayollar massaji, skrab, skatka, baleski, вообще sanasangiz вообще barmog'imiz ham yetmaydi sanashga, to'g'risida. Shunchalik ko'p narsaki, shunaqa voy bu ham bor ekan. Men Telegramga ko'rgan vaqtimga, mana bu olovli banka, olovli massajlar ko'rganimda, sizdan keyin endi hali kelmasdan oldin sizga yozilganman. Sizdan keyin qayerga borib yana o'qib bilan o'rganishim kerak deganman. Xo'jayinimga dadasi mana qarang zo'r ekan, shunga ham o'qiyman deganman-da. Kelgan ekan har kuni, dadasi, mana ham bor ekan ichiga. Bu ham bor ekan dadasi. Xo'jayinim hayron, shuncha narsa bor ekan. Ha, mana shuncha narsa bor ekan. Qarang, Allohning o'zini to'g'rilaganini qarang. Har bitta o'rganaman degan narsa bitta ustoz o'ziga bor ekan deganman-da. Xursand bo'lib, rosa xursand bo'lganman-ki. Mana shuncha narsa, ozgina pul bilan mana shuncha narsa o'rganyapman deb shu narsani tavsiya qilaman. Kelinglar, o'rganinglar. Yana bitta narsa, ustoz texnikasini bitta qo'llaringdan ushlab o'rgatadilar. Hammasini shunchaki aytib qo'yib emas, to'g'risi. O'zimiz mana hammamiz chiqamiz, qo'limizni noto'g'ri qo'ysak, men betga emas, betga deb to'g'ri qo'yishni anaqani o'rgatadilar. Hech qachon adashmaysizlar, kelsalaring, to'g'ri yo'lni tanlagan bo'lasizlar. Sizlarga tavsiya qilaman.
Nargiza ustozni. Rahmat. Bu chin dildan va o'z Va zifli bo'ldi. ich-ichimdan to'g'risi Kutmagandim ichimdagi o'zim ham. tuyg'ularim bu. Rahmat. Endi menga o'zi bildirishadi, lekin shunaqa emotsiyalar bilan ta'riflab berasiz va har safar shogirdlar menga shunaqa emotsiya berganda ichimdan yonib ketaman. Bo'ldi, men buni qo'shaman, anani qo'shaman, yana yengillik qo'shaman va bekitmasdan o'taman. Alloh xayrli qilsin, davom Ilohim bersin. sizni ham Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Bizga o'xshab ko'p shogirdlar chiqarishdan charchamang. Alloh kuch-quvvat bersin. Oson emas bu narsa. Bu narsaga ham kuch kerak, sabr kerak. Hamma narsa kerak. Allohdan so'rab qolaman, sizga ilmingizni ziyoda qilsin, kuch-quvvat bersin va sabr bersin. Rahmat. Balki shunaqa qiyinchilik bo'lgani uchun ham ustozni maqomi ulug'dir. Albatta. Rahmat kattakon kelganingizga. Bugun mehmonim bo'lganingizdan xursand bo'ldim. Va endi sizlarni xudo xohlasa chiroyli qilib kuzatib boramiz va kelajakda inshaalloh ishonaman keyingi podkastimizni sizlar natijanglar joy ochganinglar haqida bo'ladi. Inshaalloh. Rahmat. Sizga ham rahmat, Sizga ham rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Sizlarga ham rahmat kattakon kuzatganinglarga. Kommentariyada eng aktiv odamga bizda hadya bor, ya'ni massaj hadya qilamiz. Aktiv bo'lgan odamga YouTube'da hadyalarimizni qo'lga kiritib olinglar. Xudo xohlasa keyingi intervyularda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.